90 ga yaqin sartaroshlar. Ularni bir joyga jamlashdan maqsad Rossiyada o'tkaziladigan xalqaro tanlovda o'zbekistonlik ustalarning eng yaxshilarini saralash. Tanlovda qatnashayotganlar esa turli viloyatlardan kelishgan. Sartaroshlar, stilistlar faqat shu konkursda, seminarda, mahorat darslarida o'sadi. Boshqa o'sadigan joyi yo'q. Shuning uchun hamma qishloqlardan kelgan, boshqa chekka o'lkalardan. Sartaroshlarga o'z mahoratlarini ko'rsatish uchun 35 daqiqa berilgan. Bu vaqt ichida tanlovni kuzatish sababli kelgan muxlislarni zeriktirib qo'ymaslik uchun bir qancha shoular ham tashkillashtirilgandi. Ularning orasida ushbu tanlovda 10 marotaba g'olib bo'lgan Bek Barbers jamoasi ham qatnashib, o'z chiqishlarini namoyish etishdi. 2016-yildan boshlaganmiz. Rossiya va Osiyoda albatta ko'plab marta chempion bo'lganmiz. 9 karra chempion edik va yana bir karra chempion bo'ldik. 10 marta bo'ldi va tugatdik shu bilan. G'oliblarning aniq bir soni yo'q. Hakamlarga kimlarning noodatiy va zamonaviy ishlari yoqsa, xalqaro tanlovlarga yo'llanmani qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Asror Ergashev, Maftuna Saydullayeva, Markaziy studiya.